Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli Facebook doshlar, akalar, ukalar, opa-singillar, qadrli xalqimiz, millatimiz. Bizni dardimizni pullayotgan odamlarni chekkaga surib turamiz. Bizni dardimiz sotilmaydi. Buni yaxshi o'rganib bilib olishimiz kerak. Biz asosiy dardimizdan bittasiga erishdik, do'stlar, mana. Ibn Xaldunning muqaddima asari va nihoyat o'zbek segmentida ziyolilar yuzini ko'rdi. Muqaddimatu ibn Xaldun. Ibn Xaldunning muqaddimasi. Bu kitob to'g'risida nasib bo'lsa, ertaga emas, indinga guring o'tkazmoqchimiz. Hozirgilar moda qilib podkast deyapti. Guring o'tkazmoqchimiz, guring. Muqaddima to'g'risida, Xudo xohlasa, ko'rasizlar uni ham inshaalloh. Kitobning ancha saviyasi yaxshi chiqibdi. Chiroyli anaqada chiqarishgan. Ibn Xaldun haqida ba'zi ulamolarni, fikrli odamlarni, mutafakkirlarning gaplarini ham keltirishibdi. Muqaddima asarini bir kishi tarjima qilmagan, tarjimonlar guruhi tarjima qilgan. Xo'p. Qisqaroq reklamani qilay dedim, vaqtinglarni olgim yo'q. Inshaalloh robbil alamin kitob maydonga chiqqanda olinglar, o'qinglar. Albatta bizning xalqimizning ichida haqiqiy ma'noda millatini, dardini o'ylagan odamlar ko'p. Shu millatning dardini yengillatadigan fikriy asarlardan bittasi shu. Muqaddimatu ibn Xaldun. O'qinglar, o'rganinglar. Biz jamiyatni taraqqiyotini balki ko'rarmiz, balki ko'rmasmiz, lekin fundament shu bo'lish kerak. Shunga o'xshagan fikriy bizning ajdodlarimiz yozib ketgan asarlar bo'lish kerak. Buni xalqimiz to'g'ri tushunib, ta'limda asos qilib olishni boshlagandan keyin davlat rivojlanishligi aniq. Davlatning kuchli bo'lishligi aniq. Chunki resurslarimiz yetarli.